Alloh taolo aytadi: "Astagfirullah, fakhuz ma ataytuka va kun minash shakirin." Bas biz sizga ato qilgan narsani olingda shukr qiluvchilardan bo'ling. Alloh bergan kunni ol, rozi bo'l, shukr qil. Bu Qur'onni mantig'i, Qur'onni ko'rsatmasi, Qur'onni tavsiyasi, Qur'onni xulosasi. Alloh berganda ol, shukr keltiruvchilardan bo'l, rozi bo'l. Ko'zga ko'ringan salaf solih ulamolar orasida agar qaraydigan bo'lsak, juda ko'pchiligi faqir bo'lishgan. Hashamatli uylari, qimmatbaho bir ot ulovlari, dunyo matohi xizmatkorlari bo'lmagan. Lekin shunaqa faqirona hayot kechirishgan bo'lsa ham, ular o'zlarining hayotini saodatli kechirishdi. Nima sabab? Chunki hozir biz aytayotgandek kunidan rozi edi ular. Ularni hayot haqidagi o'lchov tushunchalari to'g'ri edi. Shuning uchun ular baxtli bo'lishdi. Chunki ular o'zlarini Alloh bergan iqtidorlarini to'g'ri yo'lga yo'naltirishdi. Shuning uchun ularning umrlari ham, vaqtlari ham barakotli bo'ldi, shuning uchun saodatli bo'lishdi. Imom Navaviy 45 yil yashagan. Qoldirib ketgan ilmini qarang. Imom Shofiy 52 ga kirib o'tgan. Qoldirib ketgan ilmini qarang. Imom Buxoriy 63 yil yashagan. Qoldirib ketgan ilmini qarang.